ijro etmoqchi bo'lgan she'rimiz 2005-yil 2-yarim-yilligida dunyo o'zini ko'rgan bo'lib, meni hayotimda emas, balki Hikmatullohning hayotida olingan o'zi aytomdan azzaka aytib berdi. Ushbu yaqin zamonda shu Paxtabod tomonda bir go'zal qiz yashardi, meni ham bilishardi. Uni har bir so'zlari kulib turar ko'zlari. U savdogar qiz edi, rostdan ham go'zal edi. Yuzlari qirmiz misli, ismi ham Mohiyasi. Meni ham o'tkir dilim poylardim uni yo'l. 3 ko'chada turardim, qaytishini bilardim. Shamol hafsal yelardi, u men tomon kelardi. Yo'limni to'sib asta gap boshladim bir pasda. Rosti sizni sevaman. Yigitingiz yo'q bilaman. Sevaman jondan ortiq, bor butum sizga tortiq. O'sha go'zal ko'z bilan, shiringina so'z bilan hozir vaqtim yo'q edi. Ertaga keling dedi. Sevganim uyga ketdi, qalbim suyunib ketdi. Qani endi tong otsa, u ham sevishini aytsa. Qiz sevgisi dilida bo'lmas, sira dilida. Sevgisi dilda yotar, qachondir oshkor edi. Faqat meni sevardi, uni hamma bilardi. Oradan o'tib yillar, orzuman baxtli kunlar, ammo hech ham o'tmadim. Undan zo'rin topmadim. Bir qancha yillar o'tdi, uni ham bo'y yetdi. Bu orada ovchilar keldi unga sovchilar. Odamlarning tilida shu kunlarning birida unga to'y qilayotganmish. Tillo paxta berganmish. Sevganimni chaqirdim, bor ovozda baqirdim, ko'cha ko'mbirlab ketdi. Ovozim ko'kka yetdi. U ham qo'rqib ketdimi? Chopib yugurib chiqdi. Tilloni ko'rgandan so'ng darrov kiyinib chiqdi. Sekin men ham boshladim, asta qo'lini ushladim, jonim sizni ko'rgani, ahvolingizni bilgani eshitib yonib keldim. Sovchilar kelibdi, nima bo'ldi? O'zi nima bo'lyapti, onangiz nima deyapti? Nahot unga berishsa, meni tirik so'ysa. Qiz ahvolimni bilardi, ne deyishni bilmardi. Sekin egib yerga bosh, ko'zga oldi chirqa yosh. Vujudida harorat so'z aytdi, ming hijolat. U menga bir gap aytdi, muzlab qoldim shu payt. Asta kirib bag'rimga boshini qo'yib yelkamga, bu oxirgi uchrashuv, shu bugun vidolashuv. Hatto sevishini aytdi. So'ngra uyga qaytdi. Yurak bag'rim ezildi, yolg'iz menga sezildi. Sevganimsiz bu olam bular menga dard olam. Men bir o'zi kim edim, unga bir ermagidim, baxtqaro ojiza qilolmadim mo'jiza. Saqlash uchun borimni, nomus ila orimni Tangriga faryod dedim. Taqdirimdan tort dedim. Rahmi kelib Allohning men bandagi gunohni asta dardimni oldi. Shu qizdan qoromday ko'nglim qoldi. Ularnikiga bugun keladi savat tugun. Sovchilar rasman qilib atayin shuni bilib, qo'yni ham otga ilishdi. To'y belgilab ketishdi. Erta turib indinga kelishadi kelinga. Ona yaxshi o'y qilib, shiringina to'y qilib, o'shanga uzatdilar. Yor-yorni kuzatdilar. Mana to'y ham boshlandi. Meni ko'nglim g'ashlandi. Keng ko'chalar torida hamon ko'nglim bor edi. San'atkorlar kuylaydi, yor-yor qo'shib yangraydi. To'yxonasi bezalgan, meni bag'rim ezilgan. Qarijonlar kelishib, ko'zicha baxtirashib, to'yni ham tugatishdi. So'ngra uyga qaytishdi. Tillo ayvon oldida kuyov bola yonida kelinchak kirib ketdi. Bag'rimni tilib ketdi. Shu kecha bag'rim tilib ertaga tong otadi. Sevgan qizim bu kecha o'sha bilan yotadi. Sevgan qizing rosa to'lib endi bo'y yetganda, boshqa birov olib ketsa alam qilar ekanda. Uni hatto atirdan qizg'onardim, bilardim. Uni shunday avaylab qo'l tekkizmay yurardim. Shuncha kunlar gap tekkizmay olib yursam yelkamda, o'zga bir yori olib ketsa alam qilar ekanda. Bunga nolam yetmasmi? Vidolashib ketmasmi? Hech bo'lmasa sevgilim xayrlashib ketmasmi? Menda imkon bor edi, unda imkon bor edi. Ayrilib xushyor edi. Voy alamjon, jon alam. Shuncha yo'lni yorib yurib endi yetdim deganda, boshqa joyga tegib ketsa alam qilar ekan. Xudo xohlasa sog' bo'linglar.